Assalomu alaykum. Va'da qilganimdek, mana kovul o'simligi haqida video qilmoqchiman. Buni ko'rib turibsizlar. Uzunligi 2 metrgacha o'sib o'tgan. Hamda mana gullari hozir issiqda, jazirama issiq bo'layotgani uchun gullarda mana bunday holat hozircha. Bularni mana mevalari kichkina holatda, kovul mevasi ko'rishinglar mumkin. Mana buni qanchalik foydali ekanligini albatta kovul o'simligi deb yozsanglar internetda axborot to'lib yotibdi. Ibn Sinoda tib qonunlari asarlarida bu haqida juda ko'p ma'lumotlar berilgan. Tomiridan tortib, tomirini po'slog'i-yu, oddiy mana shu bargi-yu, mana shu mevasi-yu, hatto pishgan mevasigacha hamma narsasi, urug'i hatto shifobaxsh. Judayam shifobaxsh. Shunday narsa yerda xor bo'lib o'sib yotadi. Odamlar aptekadan palon pulga dorilarni oladi, lekin o'zimizda tabiatdagi bor tekin mana shunday foydali dorivor narsalarga birov e'tibor ham bermaydi, esiga ham kelmaydi. Balki esiga kelsa ham bular baribir ishonmasa kerak. Aptekadagi dorichalik foydasi yo'q deb o'ylasa kerak. To'g'ri, aptekadagi dorilarni bir joyga foydasi bo'lgan bilan 9 joyga zarari bo'lsa, bular bezarar, judayam me'yorda dori qilganda judayam foydali o'simliklar turiga kiradi. Bu o'simlik faqatgina tog'larda emas, tog' bag'irlarda emas, oddiygina yo'l yoqalarida ham bo'ladi. Juda ko'p atrofinglarga e'tibor bilan qarasanglar, mana bo'ladi hamma joyda. Shuni mevasini terib, tuzlab qo'ysanglar bo'ladi. Nastoyka qilib, spirt bilan nastoyka qilsa bo'ladi. Juda ko'p holatda foydalansa bo'ladi. Qanday foydalanishlarini yaxshilab tabiblardan yoki internetda o'zidan ko'rsanglar bo'ladi. Qaysini qaysi miqdorda gemoroyga ishlatadi, ichakka ishlatadi yoki qora taloqqa ishlatadi. Bularni hammasi haqida internet to'la ma'lumotlar bor. Men sizlarga faqat mana shu o'simlikning qanchalik foydali ekanligini aytib o'tmoqchiman. Beparvo bo'lmanglar. Yo'linglarda ko'rsanglar terib, mevalarini tuzlab qo'yinglar. Mana juda ham ko'p. Men ham hozir terib pastga olib tushaman. Inshaalloh bundan tuzlab qo'yaman. Mevasidan. Buni barglari ham juda ham foydali. Ayollarda kasalliklarda ham foydasi bor. Bular haqida ma'lumotni bitta aytib o'tmoqchi emasman. Chunki o'zinglar ham ozgina harakat qilib internetdan o'qib o'rganinglar. Chunki mana mevalarini terish bilan ovoraman. Sizlar esa albatta layklarni bosib, podelitsa qilib, obuna bo'lib, hamda kommentariy yozishni unutmanglar. Bularni ildizlari ham foydali. Albatta men ildizlardan ham yo'mirib tayyorlab qo'yaman, quritib. Inshaalloh birov kasal bo'lmasin. Kasal bo'lganlarga esa Alloh shifoyi komil ato etsin deb qolaman. Omon bo'linglar, tanjoninglar sog' bo'lsin. Bugun mana shu yana Adir bag'ridaman. Hozir kovul terish bilan ovoraman. Sizlarga esa, meni kuzatganlarga salomatlik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Boringlarga shukr. Erinmay internetga kirib, kovul haqidagi YouTube'dagi videolardan bir nechasini ko'ringlar. Hamda
kommentariyaga o'z fikringlarni meni kommentariyamga yozib, agar yoqqan bo'lsa layk qo'yib qo'yinglar. Boringlarga shukr.